Hammaga salom do'stlar. Yaxshimisizlar? Hammaga salom do'stlar. Yaxshimisizlar? Tuzimsizlar? Bugungi videomiz juda ham zo'r bo'ladigan umiddaman do'stlar. Bugungi videomiz juda ham chiroyli va noodatiy va qiziqlar bo'ladi. Bugun biz ofisimizga boramiz. Ya'ni bizning ofisimiz bitta ofisimizga ichidagi narsalarni ko'rsatishni boshlayman ofisimizdan. O'tgan safar ofisimizni ustini qurishgandim va ichini ikkinchi qavatini ko'rsatmayman. Endi ikkinchi qavati bitta. İkinci qavatni albatta endi ko'rsataman do'stlar. Menimcha unisi juda qattiq zo'r bo'ladi degan umiddaman. Juda zo'r bo'ladi degan umiddaman. Menimcha ya'ni ofisimiz juda ham chiroyli. 3 kishi 4 kishiga mo'ljallangan ofisimiz 4 kishiga mo'ljallangan ofis juda ham katta va ichi juda ham kichkina va kichkinadan ham yaxshi do'stlar. Bo'lmasa videoni cho'zib o'tirmayman. Yaxshigina bir muncha o'zimni tanishtirib qo'yibman. Hop do'stlar ketdik. Men o'zimni asaydim. Anaqa edim, nima derdi? Bunkerim dedim, bunker. Hop. Do'stlar, mana endi mana ketamiz. Hop, barakalla. Do'stlar, yangiliklardan xabar ko'rmay qo'ying. Albatta, keyingi videolarimizda yangiliklarni ko'ramiz. Mana Maxning ofisi. Bu o'zimning ofisim bo'lishi kerak edi, lekin meni ofisim emas. Xudo xolisa bizning ofisimiz bo'ladi bu yer. Agar meni ofisim bo'lganda bu boshqa katta bo'lar edi. Hop do'stlar, mana kirib ketyapmiz. Hop. Mana ofisimiz ichini qarang, juda ham chiroyli ofis. Bu yer bo'lsa o'zing nimaligini. Mana hujjatxona. Bu hujjatxona emas. Mana hujjatxona mana. Mana hujjatxona. Bu rakabina. Do'stlar, mana ikkita eshik bu xonada. Mana bu yerda har xilcha video narsalar tayyorlagan bo'lsak, agar reklama yozmoqchi bo'lsanglar, shuni narsa qo'yasizlar. Telegram kanalimga to'g'rasizlar. Do'stlar, agar reklama bermoqchi bo'lsangiz, kommentariyaga yozib qo'ysangiz bo'ladi. Mana xonam. Bu o'tgan safar ko'rsatdim, lekin yaxshiroq bugun mehr bilan ko'rsataman. Xonamda 2-3 ta kamera bor. Xohlasangiz kamerani ham yoqib ko'rsatib beraman. Xonamda hech narsa yo'q, agar shuhra qiladigan bo'lsa. Shuni kameraga yoqib ko'rsatib beraman xonada. Ana do'stlar, kameralarni ham ko'ring, ona edi. Mana edi kamera bor. Uni svetlarni ichiga yashirilgan kamera. Hop do'stlar, mana kameralarni ham ko'rib bo'ldik. Endi tepaga chiqamiz. Tepaga hop. Nima bunaqa yopib tashlanim sababi endi o'zi tariqlar bor. Mana TV xonasi, TV. Bu o'zimizning haqiqiy huquqxonamiz. Bu bolalar xonasi, shunaqa chunki kecha bitdi bu. Mana u ko'rishlar mana. Dizayn, ya'ni narsasi bir xil deya olmayman. Mana bu ham TV ikkitasi bitta joyda joylashgan. Qishlog'imiz tepasiga har kuni dron tushiriladi, dron bilan ko'rsatib berishim mumkin. Bu yerda ham kameralar bor, 3 ta kamera bor bu yerda. Mana yerda bor. Bu street flash ekan, mana yerda bor. Mana to'g'rida bor, mana xonamizda, bu xonamizda bor. Bu street flash xonaga aloqada kiramiz mana. Xona ikkita bor, mana yerda, 3 ta, mana yerda. Mana qaraydigan, keyin mana qaraydigan bor, mana buni qarab turing. Xonamizni, ana qishlog'imizni, bu katta ekran, bu haqiqiydan olib turadi, rasm emas. Ya'ni mana qishlog'imizni do'stlar, men ham 31-oktyabr, ya'ni Halloween bayramiga tayyorgarlik ko'ryapman.
Halloween bayrami juda ham mazali va zo'r bo'ladi, lekin bu bizga to'g'ri kelmaydi. Lekin men sizlar uchun harakat qilib Halloween bayramini chiroyli o'tkazishga albatta va'da bermayman. Xudo xolisa qilamiz. Halloween bayrami bo'lish imkonimizda 354 ta obunachi bo'lish kerak. Davay, shu 54 ta obunachini qilamiz. Ketdi, 354 ta obunachi bo'lish kerak. 354 ta. Do'stlar, kecha video qo'ydim, o'zinglar ko'rdinglar. O, mana. Bu juda katta ekran. O'ta katta ekran buni. Masalan, Xitoydan zakaz qilganmiz, Xitoydan. Buni ikkita kamera ekran. Bu kameralarni hali yoqilmagan, ko'rsatilmaydi. Keyin videolarimizni Xudo xolis ko'rsatamiz. Endi qishlog'imizga keladigan dron sifatida qishlog'imiz tepasida dron bugun uchirmoqda. Hozir teledan so'raymiz qishloqlardan, ya'ni JTL uchirish kerak edi. Men ularga buyruq beraman har kunlik. Nimaga uchirishmadi, men tushunmayman. Yurishmadim gençlik. Yo, yaxshi, kirmabdi. Hop. Mayli, zo'r joylashgan binomda. O'zi buni tayda lava bo'lgan oldim. Lavani men videoga olmaganman, chunki u payt bloger emas edim. Do'stlar, mana ketdi. Binom cho'tki tushgan. Mana omborxona qilib qo'yamiz yaqinda. Omborxona orqasini chiroyli qilib bitta omborxona qilib qo'ysak. Siz sklad sal kattaytiramiz. Oldimizga skladlar ishlamaydi. Hozircha ishlamaydi oldimizga skladlar. Nimaga deysizlar? Oldimizga qurib qo'ydi quruvchilar. O'zi bu qishloqlarning skladi, lekin biz o'zimiz qo'yamiz bu skladni. Negaki sklad bizga kerak bo'lgani uchun, o'shaning uchun bu safar qurolmadik skladni keyingi safar albatta skladimizni yangilatamiz. Skladimiz keyingi safar o'ta katta, gigant bo'ladi. Gigant sefda. O, rahmat. Mana ikkita skladimiz nasionalda joylashib qo'ygan uchun mana to'sib qo'yadi. O'shaning uchun buni buzishga harakat qilamiz. Yo'q, albatta buzmaymiz buni. Rost kerak bo'ladi. Mana o'sha katta bizning binomiz. Do'stlar, men hozir nasl o'ynayapman, jonsiz o'ynayapman. Xudo xolis keyingi videolarimiz jonli bo'ladi albatta. Xudo xolisa do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha yaxshi qolinglar, yaxshi dam olinglar. Qani 354 ta obunachi qilamiz, qani ketdi.